Mana do'stlar, 12 metrlik stoykaga 6 ta pahlavonni yotqizib qo'ydi. 7-pahlavon topolmay qoldi, to'g'risi. Odam ko'tarmaydi, ushamaydi deyilgan. Bu har bittasi hozir 200 kilodan bo'lganda ham bular hozir 1,5 tonna bo'lsa kerakmi deb hazillashib gapirib yubordim. Necha tonnaligini ekan. Do'stlar, addushin, 6 kishi necha kilo vес bo'ladi? Kommentariy yozib qoldiringlar. Topalsalaring sizlarga bitta 100 dollar podarka qilib yuboraman. Mashinani bir pochkasi arzon berib yuboraman bo'lsa. Ilhom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, odam ko'tarmaydi deb o'ylayman. Mana ko'taryapti aka. Necha metr aka orasi mana shu yerda? Aka orasi 12 metr. Aha. Bundaqasi 27,5 metr. Uzunligi 27,5 metr. Bu degani 400 kvadrat degani. 400 kvadrat. 400 kvadratni mana shu 12 metrga osiltirib qo'ydi. Mashina o'ziga ushab turibdi. Ushab turibdi. Eni necha metr aka? Bunaqasi 38 metr. 38 metr. Aka, necha kunda bitkazishdi? 15 kunda bitti, xudo xohlasa mana bugun bitti, 15 kun bo'ldi. 15 kun bo'ldi aka. Tomini ham yopib berasizlarmi? Tomini yopib tunukan zakaz qilib qo'yganmiz. Ertalab salqinda keladi, bolalar boshlaydi. Xo'p, aka, kvadrati necha puldan tunikasiz? O'zini yopib berish. Tunikasi yopib berish xizmati bilan 220 mingdan qildik. Ha, tunikasi bilan 220 mingdan qilib beryapti. Tunikasini olib kelib beradi, qotirib berish xizmati. Eng arzon necha pul xizmatlaring, misol uchun? Yengilroq, kichikroqlarni qilib bersalar. Kichikroqlarni 100 mingdan boshlab qilib beraveramiz. 100 mingdan boshlab qilib beraverasiz. Oyga qolsa bitta qilib bersa bonus qilib berasizmi? Qilamiz. Addushi. Javob. Gapga gap. Gapga gap. Do'stlar, fikrlarni yozib qoldiringlar. Qaysi tom yaxshi? Konteynerdan qilgan yaxshimi? Ugonlidanmi yo taxtadanmi? Endi taxta enangni narxini olib ketadi deydi. Ugonlida narxiga, tomda narxiga sen tomni yopib olasan deydi. Hozirgi paytda O'zbekistonda eng arzon bo'lgan tur mana shu ustalar, do'stlar, jazirama issiqda 45 gradus issiqda tomda va shundan ham issiq bo'lsa kerak. Mana ro'molchalar tupurlab bo'ynimizga osilib turibmiz do'stlar. Bular bechora ishlashyapti. Mana shu ustalarga like qo'yib, "Malades o'zbegim" deb yozib qo'yinglar do'stlar. O'zimiz O'zbekistonda rivojlanish uchun mana shu bor. Xudo xolasa mana shu joy katta bitta zavod bo'layapti. Kichkinagina o'sha 27-33 metrlik zavodni. Inshaalloh mana shu zavodga mana shu nimani qurishyapti. Sizlarga ham mana shunaqa tom yopish xizmati kerak bo'lsa, pastki nomerga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar. Вообще yonib ketdim.